kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Avvalo assalomu alaykum deymiz. Allohning nazari tushgan, Allohning fayz va barakati bo'lgan fayzli xonadonning qadrli mehmonlari. Assalomu alaykum deymiz. Bir-biridan mehr muhabbatli bo'lgan, uzoq yaqindan tashrif buyurgan barcha mehmonlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin deymiz. Barchangizga kirib kelayotgan yangi yil ayyomlari muborak bo'lsin deymiz. Orziqli onamizga tug'ilgan kunlar, shukrona kunlar muborak bo'lsin deymiz. Mana shu yerga Nurli tabrik jamoasi ijodkorlari, Orziqli opa, mana shu yerga Nurli tabrik jamoasi ijodkorlari sizni xursand qilishdi, sizni tabriklash uchun kimning nomidan keldi deb o'ylaysiz? Kutum deysiz mana shunaqa bo'lishini. Qizimchalar, o'g'limchalar. Bittasini ayting-da. Agar to'g'ri topsangiz 50 ming beraman. Agar siz topolmasangiz siz berasiz menga. Bo'ladimi? Me'morjon ekan. 50 ming ketdi yo hali. Bo'lmasam o'zim aytaman. Sizni dunyolarga alashmaydigan, sizni hammadan ko'p yaxshi ko'radigan onajonimiz bizni oilamiz malikasi. Onajonimiz bizni oilamiz farishtasi. Onajonimiz bizni jannatdagi bo'stonimiz deb turgan, bir-biridan mehr muhabbatli bo'lgan farzandlaringiz nomidan tabriklab, qutlab keldik. Bitta qarsiylarni chalib qo'yamiz mana shu sizlar uchun. Albatta mana shu yerga kelishdan oldin farzandlaringiz bilan ko'p bora telefon orqali bog'landik. Xo'sh, qani bugun kimni tabriklaymiz, kimni xursand qilamiz desam, ular aytdilarki, bu dunyoda qalbi eng toza, qalbi mehrga to'la bo'lgan onajonimizni xursand qilamiz dedilar. Xo'sh, onajonimizga nima deylik, qanday so'zlar bilan xursand qilaylik desam, ular aytdilarki, bu dunyoda onajonimizga yurakdagi, qalbdagi so'zlarimiz bisyor, lekin nimadir to'sqinlik qiladiki, buni o'zlariga ayta olmaymiz dedi.
balki onajonimizga yurakdagi so'zlarimizni ayta olmasmiz, lekin onajonimizga bo'lgan mehrimiz cheksiz va samimiydir dedilar. Albatta, yurakdagi qalbdagi so'zlarni yaqinlaringiz, farzandlaringiz biz orqali sizga yetkazishimizni iltimos qildilar. Chunki yana aytdilarki, chunki bizni yemasdan yedirdilar, bizni kiymasdan kiydirdilar, bizni mana shu darajaga yetkazishimizga sababchi bo'lganingiz uchun onajon sizga katta rahmat dedilar. Agar bilmasdan dilingizni ortgan bo'lsak, xafa qilgan bo'lsak, onajon bizni kechiring. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Dunyo o'tirguncha tiring dedilar. Albatta onajonlarimiz vaqtimizga sog' salomat bo'lsin. Hammaning ota-onasi boshida hamisha mana shu boshidagi tosh kabi ustimizda xiltirab tursin deymiz. Albatta yana bir bora mana shunaqangi shukrona kunlar muborak bo'lsin deymiz. Mana shu endi farzandlaringiz nomidan bitta she'r o'qib beraman. Farzandlaringiz nomidan qabul qilasiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi va mehri boshqacha. Kirsa hamki 90-100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Tabriklaymiz, olqishlab turamiz onajonimizga. Onajonimizga kim yedirib qo'yadilar? Kelinlar yedirsin. Qani kelinlar qayerda? She'rdamisizlar? Qani kelinlar. Onajonni gurtirib qo'ymaymi yana? Yaxshi niyatlar bilan sotdi keling. Keling. Sayın gelin şu to'rttay mazali bo'lsin bir-biridan. Onajon to'yib qolmadingizmi? Qani o'ynash kerak bu yerda, tilaklarni eshitish kerak. Bo'lmasam onajonimizga yana bir bora baxt tilaymiz, olqishlab qo'yamiz onajonimizni. Muborak bo'lsin deymiz. Tabriklaymiz. Qani olqishlar eshitilyapti. Qani, ana endi shirindan shakar tilaklarni, istaklarni qayerdan boshlaymiz? Onajonlarimiz boshladi, ha? Marhamat. Assalomu alaykum. Sevgili 67 yaşımdan tebriklayman. Kayınpallarning rosatini ko'rdim, keyin qarasa sog' salomat yuribdi. Hozir sinfdoshim, do'stim, partada birga o'tiramiz. Hamda 67 yaşımdan tebriklayman. Xudoyim shu yoshdan yana 67 20 yaşlarda chiqqanlar hammalarini shurda kelib tabriklab o'tiramiz. Zarbaga ham sog' bo'lsin, cho'qlarni rahatlarga ko'ra bo'lsin. Asigul qiladigan umrni bergan Xudoy Allah taolo yosh bersin. Ağzı uçlarımızda bunu kullanırken sınıflasın tebrikliğine, zerklerini koşakarsın, kalkıp çabuklar
Davlatini ko'rmaslik uchun ko'plab o'qiy o'tmaganlarimiz güzel bo'lgan nasib Mana bugun Arzigul chiqqanim tug'ilgan kun ekan, shu bahanada kelib o'tiribmiz ekan. Bu chiqqanimga uzoq umr tilayman. Alloh bilan qo'shaqarib, teng qasayishib, bolalarning rohatini ko'rsin. Mana kelinlarga Xudoyim xizmatlari buyurg'ay. Hamma vaqt shunday yaxshi kunimga kelib o'tirg'aymiz. Xudoyim yoshiga yosh qo'shilavergay chiqqan. Allah o'ynab kulib, vaqtim butun bo'lib, mana kelinlarning rohatini ko'rib o'tirg'aysan chiqqan. Vaqtli bo'l. Allah qo'shqaning bilan qo'shaqari. Arzigul chiqqan. Mana bugun endi hamma 62 dedi. Asli payg'ambar yoshiga qadam qo'yiyotir hozir. Ana shunday qutlug' muborak yosh bilan qo'yayotgan qadamlaring bilan tabriklayman. Xudoyim yana shuncha yosh bersin. Shu 100 yoshga kirganinglardan mana shu sinfdoshlarim hammamiz yonimda tabriklar qilish nasib etsin. Hozir shu yerda farzandlarimning nomidan endi hammamiz hozir onamiz. To'g'risi qizlar haqida she'r aytsam yarashmas, shuning uchun onalar haqida she'r o'qib beraman. Quyosh nedir nurlaridan olam yashar. Shu quyoshga nur ulashgan xirmon onam. Mayli yillab urinsa ham jinla bashar, hech kim o'qib tugatolmas doston onam. Ko'ngil bog'i ichra kessa qo'nar dillar, tarifiga so'zlar yetmas, yozsa yillar. O'rnak olsa arzidiya bahor, gullar, doim gullab turadigan bo'ston onam. Chiroyda oy undan husn talash qilsa, yigit ahli u go'zal deb ko'ksin tilsa, mening onam undan ming bor go'zal bilsa, go'zallardan go'zal huri xirmon g'ilmon onam. Ba'zan dushman tanmas, qalbim tilsa yara, faqat onam kuydi bu keng olam aro. Bemor bo'lsam holi xarob, motam sarob, davosi yo'q dardimga ham darmon onam. Bizlar deya mehnatlarda qadoq qo'li, faqat farzand tomon ekan umr yo'li. Endi baxtga o'ray o'zim o'ngu so'la, qaddi egik biroq qadri osmon onam. Beminnatim, ko'p hikmatim, beg'uborim, roziligin olmoq uchun beray borim. Xizmatiga labbay deb tur sen ham yorim, jannat isi kelib turgan rayhon onam. Ilohim shu onalik baxti hammaga nasib etsin. Mana shu yerda kelinlarimiz, qizlarimiz o'tiribdi. Piru badavlat ona bo'lish hammaga nasib etsin. Xudoyim yoshingga yosh qo'shilsin. Tug'ilgan kunlaring muborak bo'lsin do'stim. Yaxshi, mana bugun Arzigul chiqqanimni shunday tug'ilgan kunga kelgan ekanmiz. Shu chiqqanimga 100 yoshlar tilayman. Xudoyim shu zarflarga bilan birga teng qatnashib, bolalarning rohatini ko'rgay Xudoyim. Neki yaxshi tilaklar bo'lsa, bari shu chiqqanimga. Bolalarning oldinda sog' bo'lsin. Shularning vaqtina, taxtina suyana birmak nasib etgay Xudoyim. Shu xonadonga hamisha to'y deb kelamiz Xudoyim. Menam shu sinfdoshlarning xotiri, menam tilagim shu Xudoyim. Kuyovim bilan teng qatnashib, Xudoyim shu kelmasliklarning barini rohatini ko'rib o'tirg'aysan Xudoyim. Sog' salomat yurib, qahramonlar barimiz sog' bo'lib. Yüzleşler çıkar. Xudoga tuyg'unimizni tabriklayman. Zerrakam bilan jang qolishtirgan. Xudoning yana shuncha yoshlarga chiqib,
Artık çoğunluk yolluklar görüşler başında başlık. Çoğunluk yolluklar koyana gidiyorsun esin. Yalnız sasiyen sürürmeyiz. Katta rahmat deymiz ajoyib tilaklar uchun. Qani zarba kam qayerdalar? Yo'qmi? Dam olishdalar. Qani bu yo'ldagilardan ham bir ajoyib tilaklarni qabul qilsak-a? Assalomu alaykum, qadrlilar, aziz mehmonlar. Aypajon, tabriklayman, tug'ilgan kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Xudo bilan teng qartayishib, aqtiqchoqlik suyib o'tirmoq nasib etsin. Shularga bosh qo'yib o'tirgaysizlar. Hoji ona, hoji ota bo'lgaysizlar, Xudoyim. Hamma yaxshi tilaklar sizlar uchun. Sog' bo'lasiz, Xudoyim. Tabriklayman yana bir bor. Aziz Allah'ın tug'ilganlarimiz qutlug' bo'lsin. Shu kelalarimizni bog'lamoqni elinde son salomat yurgaysiz. Ortiq cho'g'liq, yo'qliqlarni ko'rib o'tish nasib etsin. Zarragamdan teng qartayishim, tug'ilganlarimiz qutlug' bo'lsin. Ayqona uzoq umr baxtsiz o'tirdim. Zarragamdan teng qartayishim, ukamlarni rohatini ko'ring. Eng baxtli, eng zo'r xonadonimizni shu uyimiz. Hammaning eldi bo'lsin, hajjana bo'lin, haj bobo bo'lsin zarragan. Aqlar, sonqar bo'lsin, nasib etsin. Assalomu alaykum. Bu ayaqamizning tug'ilgan tabrikimiz. Zarragan teng qartayishib, Allohning rahmatiga tortgan salovat. İnşallah gittiğimizde 70'li kadar 80'den 90'dan doğmalar, bizler yıllarda ekmeğe Yönler getiriyor ki. Katta rahmat deymiz Maha. Bal tabrikimiz, tuğanımız bilen 100 yaşlara kadar. Bu yıl şuaklar Aktığım oğlu'yu doğan bakmak nesiniz? Yere tebrikler gelmesiniz. Katta rahmat deymiz. Qani? Farzandlarimmi? Katta farzandmi? Muborak bo'lsin onajon tug'ilgan kunlari. Marhamat. Ata baxtli bo'ling. Tabriklayman. 100 yoshlargacha bizlarning yonimizda so'yiring ekan bilan. Shu ukamlarni vaqtini o'zgarishni nasib etsin. Rahmat. Papa? Papa? Bizlardan so'ng akamdan teng qartayishib, bizlarning vaqtimizga so'yirin. Hamisha quvonchli kun bo'lsin uyimizda. Tabriklayman opa. Qani endi qizlardan, endi faollardan, marhamat. Abo tabriklayman. 100 yoshlarga chiqqanimizdan ham shuni tabriklab o'tiraylik. Xudoyim hech kimning o'rniga qolmasin. Eng yaxshi kunimizdan ham yomon kunimizdan ham turgan g'ayrimlarni hammasini rahmat. Tabriklayman Xudoyim. Endigi yil egizlar Xudoyim yugurib chiqayaptilar. Xudoyim chog'liqlarimiz bo'lgandan ham shuni tabriklab o'tirgaymiz. Katta rahmat deymiz. Qani endi kichkina farzandlar qayerda? Kichkinasimi ya? Mahmudjon bormi? O'rtachasi. Qani kelinlardan. Yoshlarga chiqsin, uzoq umr ko'rsin, xajona bo'lib yurish nasib etsin. Qani Asaloyev Fatima xolalarni ham qo'shaloq tug'ilgan kunlari ekan-a? Qani Asaloyev? Mana shu? Muborak bo'lsin deymiz tug'ilgan kunlar. Kirib kelayotgan yangi yillar. Xudo xohlasa Qorbobo bu yil nima olib keladi? Katta qo'g'irchoq. Ilohim, niyatingiz yetingiz. Katta qiz bo'ling deymiz. Qani? Fotimaxon qayerda?
Qo'shaloq bayram ekan, ha? Tabriklaymiz qizim. Ilohim katta qiz bo'ling. Ana shu mana shu buvingizni ham yoshiga yetgan payti tabriklab, o'sha ota-onangizni quvontirib, muslima bir soliha qiz bo'lib, elga yurtga bir kerakli bir kadr, kerakli bir farzand bo'lib yetishsin ilohim. Buyjonni yaxshi ko'rasizmi? Inani yaxshi ko'rasizmi? Inani? Ina deyvering. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Baribir enajonni yaxshi ko'radi. Qo'yaveringchi, bitta qishoqlab qo'yadi. Qani enajon? Bor. Qani, Monira Sevaraxonlarni ham taklif qilamiz, ha? Kelinglar. Qani, keling. Enamni tabriklayman. 100 yoshlarga chiqib, otam bilan teng qatnashib yurgan. Hamma kelinlarni oldinda sog' salomat bo'lib yurgan. Katta rahmat deymiz, marhamat. Katta rahmat deymiz. Barcha tilaklarga albatta Alloh bargohida ijobat bo'lishiga tilakdoshmiz. Bo'lmasam barchangizni sho'x-sho'x qo'shiqlarimizga taklif qilamiz. Bugun quvonchli kun, shunday ekan kayfiyatni ko'tarib, jo'shib o'ynaymiz, ha sinfdoshlar. Sinfdoshlar, dugonalar hammasi jamil-jam bo'libdi buni. Bo'lmasam qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi albatta. Davrani to'ldirib o'ynaymiz.
shu yerda jo'shib o'ynagan onajonlarimizga biladimi yo domiga qo'yib bering. Endi sizlarni charchatib qo'ymaylik deymiz-da. Barchangizga yana bir bora kirib kelayotgan yangi yillar muborak bo'lsin deymiz. Ilohim kelayotgan yangi yil tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik yili bo'lsin deymiz. Onajonimizga yana bir bora baxt tilaymiz. Mana shunaqangi yoshlarni ko'pini ko'rib yuring deymiz. Ilohim mana shu nevara, chevara, evara hammasini ko'ring deymiz. O'shalarni ham to'yida bosh-qosh bo'lib katta rahmat. O'shalarni ham boshida bosh-qosh bo'lib, o'sha yerda ham mana shu sinfdoshlar, do'stlar, dugonalar qatorida hammasini to'ldirib mana shunaqa tilaklarni bir-biridan aytib o'tirmak nasib etsin deymiz. Bo'lmasam sizlarga yana bir bora yoqimli ishtaha, yoqimli kayfiyatni deymiz. Tabrik loyihamiz o'z nihoyasiga yetdi. Katta rahmat barchangizga. Meni hurmat etib kelgan qarindoshlarim, chiqanlarim, sinfdoshlarim, hammalaringizga tashakkur. Aklasdan kelgan bu yerga darmondan chiqarmisiz? Rahmat. Rahmat. Shu yerda meni chiqanlarim hammangizga rahmat. Xudoyim xatorimizdan kelmaymagaymiz. Ko'payishib, qo'shilishib, otliq, chovliq, yovliq ko'rganlarda hammamiz yetalashib yurgaymiz Xudoyim. Xudoyim hammangiz uzoq umr, keng davlat, bog'laringizning baxti taxtına suyanabilmek nasib etgay hammangizga. Qo'shqonlarimiz bilan qo'sha qolib, yetalashib yuravergaymiz Xudoyim. Endi mana menda o'tma enamiz o'tirib qanjilamiz. Rahatay, qudag'ayim, kelinim, kenjatay, erkatay kelinim. Qudag'ay, hammalaringizga Xudoyim rahmat, hurmat etib kelganlaringizga. Xudoyim hammangizning yaxshi kunlaringizda borib, xizmat etib, o'ynab, kulish bizga nasib etgay. Mana dalanda ulukalarim, hammalari kuyovlarim, hammasine rahmet, hürmet etib kelganlaringizga Xudoyim. O'g'illarima, qizlarima hammasine rahmet, hürmet etib tashkillashtirib berganlari uchun. Ilohim muvaffaqiyat bersin. Xudoyim shu otasi bilan Xudoyim teng qartashib, bizlarga da nasib etgay hajona bo'lib yurish. Bugun endi dam olishdaydi shu turmush o'rtaq yaxshi bo'lib kelsin Xudoyim. Endi akamiz kulliydi-da endi. Rahmat o'g'lim. Uzoq umr ko'ringlar, hammani quvontirib yurganlaringiz uchun rahmat. Xudoyim sizlar ham qaynota bo'lib turmush o'rtoqlaringiz bilan. Mana o'g'illarim Xudoyim hammangiz aqliq, cho'liq ko'rish hammangizga nasib etgay Xudoyim. Hurmat etib kelibsizlar, rahmat. Mahmudjon balam, sana da rahmat. Yangi yilda kellangni ekoyitgaymiz balam. Seni dim oziqlapam dim so'rab o'tiribdi qizim. Olam. Hammasini qizim deyilganga. Rahmat Xudoyim. Balam rahmat, baxtınız yatmasın. Hammani quvontirib, bayramlarda ko'plarni ko'ringlar. Hammangizda bayramlarınız men. Ko'p bayramlarni ko'rib yurish nasib etgay hammamizga Xudoyim. Rahmat balam, sog' bo'ling. Kelinlar sizlarga ham alohida. Singillarim baringizga, qizim sog'dam. Hammangizga rahmat. Ko'p yashab sizlarim Xudoyim bizlarga ina bo'lib yuraveringlar, aqtiq cho'liq ko'r. Tabriklayman. Katta rahmat deymiz. Ilohim niyatlaringizga yetib bering deymiz. Oldimizdagi yil toza kelinlarni olib o'tirmoq nasib etsin, ha? Ya yangi yildan nima bo'laman? Yangi yilga mos qoldi lekin. Ilohim shu 2023da yangi kelinlar bilan kelasi tayyorlik kunlarda ham nishonlab o'tirish nasib etsin deymiz, ha? Barchangizga bo'lsam katta rahmat deymiz. Yangi yilni yaxshi kutib olinglar.
ishtiroq ko'paydi sizga. Sizlarga ham rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ajoyib bo'ldi. Madaniyatli, nutq boyligi zo'r, chiroyli gaplardi. 10 ball. Rahmat bolalar. İşlerimizga omad, Alloh xayrli etsin, barakali etsin. Allah. Buradaki yaxshi, niyat yaxshi. To'y. Boshqa mesele var mıydı? Niyat qilmasa odamlar yo'li ochiq bo'ladi. Sağ olun.